Yozishni bilmasangiz nima qilasiz? Yozadi. Yozaman-da. Kimga yozasiz? O'zimni daftarimga yozaman-da. Yana nimaga yozay? Qorong'ilikdan qo'rqasizlarmi? Nimaga? Chunki u kechqurun bo'lganda shom bo'ladi, shaytonlar o'tirgan bo'ladi deganlar. Tarix nima degani? Tariq ariq deganimi? Unga musor tashlash kerak. Ariqga musor tashlash kerak. Paqirga ham musor tashlash kerak. Ariqda suv oqish kerak-ku o'zi. Biz arig'imizda suv oqmaydi, prosta suv turadiki, suvsiz qoladi. Musor ko'p tashlaganingizdan oqmaydi-da u. Yo'q, tashlamasak ham oqmaydi. O'sha oqmaydi deb musor tashlayverasizlarmi keyin? Yo'q. Agar bitta musorimiz bo'lsa, qatga tashlaylik, tashlashga joyimiz yo'q bo'lsa, bitta musorga borib tashlab kelmaymiz-ku. O'shancha arqa tashlab yuborasizlar.